Jigarli. Noyabr keldi, уже havo sovib ketdi. Tezroq pechkalarni o'rnatish kerak. Bo'lmasa bolalar shamollab qoladi. Ilhom aka. Pechka yo'qsham jonga tegdi-da, aka. Jonga tekkan bo'lsa, отопление qildiring, batareya o'rnating yoki teplый pol qildirish kerak deb o'ylayman. Teplый pol qilib batareya o'rnatadigan bo'lsa, qanaqa kotel deysizmi uni? Ishonchli kotellar bormi aka? Ko'mir kotellar trendda. Yanvar oyidan boshlab gazsiz joylarga elektr 50% arzon bo'lar ekan. Yosh bolalar bilan kattalarga elektrda isitib, o'zimiz o'tin yoqamiz. So'zingdek so'zlari dono, borligiga ishonmasman.